Assalomu alaykum hammaga, Istanbul, Turkiyadan hammaga salom. Bugun kommentariyalarımda juda ham ko'pchilikdan kelgan savollarga javob bermoqchiman. Ya'ni juda ham ko'pchilik so'ragan, Turkiyaga Rossiyadan turib kelsak bo'ladimi? Hech qanaqangi muammo bo'lmaydimi deb juda ham ko'pchilik so'ragan. Xo'p, meni bilishim bo'yicha hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Agarki sizlarni Turkiyaga kirishga taqiqinglar bo'lmasa, sizlar bemalol kelishinglar mumkin. Lekin agarki Turkiyaga kirishga taqiqlar bo'lsa, albatta sizlar kela olmaysizlar. Endi shu o'rinda men sizlarga Turkiyada ishlash, yashash va Turkiyani Rossiyadan farqi haqida qisqachagina gapirib bermoqchiman. Chunki o'zi meni ham Turkiyaga kelganimga yaqin 1 yilcha bo'lib qoldi. U qadar 1 yil bo'lmagan bo'lsa ham 1 yilcha bo'lib qoldi. Shu sababli sizlarga qisqachagina ma'lumot bermoqchiman. Если что Turkiyaga kelishni rejalashtirayotgan bo'lsalar, videoni oxirigacha ko'ringlar yoki bo'lmasa Turkiyaga kelmoqchi bo'lgan tanishlarga bu videoni jo'natib qo'yinglar, foydali bo'lishi mumkin. Turkiyani Rossiyadan farqi. Turkiyada dokument qilmasangiz, SIM karta ola olmaysiz. Karta ola olmaysiz. Agardaki siz Turkiyada yashash uchun o'tirma izin, chalishma izin, iqomat izningiz bo'lmasa, siz SIM karta ola olmaysiz va bank kartalarini ola olmaysiz. Endi Rossiyadan farqi shu. Lekin sizda ishga kirishingiz uchun dokument talab qilmaydi turklar. Albatta, keyin til bilishingiz ham u darajada muhim emas. Misol uchun turk tili o'zbek tiliga juda ham o'xshash, shu sababli ham siz bemalol tilni tezda o'rganib ketasiz. Demak, ish joyingizda dokument so'ralmaydi. Siz bez dokument shunda ishlashingiz mumkin, ya'ni dokument qilmagan bo'lsangiz ham. Xo'p, yana nima deyishim mumkin? Narxlar, oziq-ovqatlar birmuncha qimmatroq, kiyim-kechaklarga qaraganda. Demak, kiyim-kechaklar anchagina arzon, lekin oziq-ovqatlar birmuncha qimmatroq tuyulishi mumkin. Xo'p, keyin polislar u darajada Rossiyadagidaqa qattiq tekshiruv emas, lekin albatta tekshiruvlar bo'ladi. Odam gavjum joylarda albatta sizni tekshirib, dokumentingiz bormi, o'tirmaysiz, chalishmaysiz, iqomat izningiz bormi, yo'qmi, shularni tekshirib ko'rishadi. Agardagi dokumentlaringizda muammo bo'lsa, albatta sizni deportatsiya qilishadi, olib borib jo'natib yuborishadi. Lekin u darajada har qadamda sizni to'xtatib tekshiravermaydi. Kichkina ko'chalarda ham o'zim ham Rossiyada bo'lganman. Lekin juda ham ehtiyot bo'lish kerak albatta, baribir. Lekin tashqi ko'rinishimiz jihatdan anchagina o'xshaymiz, lekin baribir farqlab olishadi ular. Nima deydi? O'zbekligimizni ajratib ola olishadi. Demak, farqlari shular. Keyingi videolarimda umuman ish topish, qanday qilib dokumentlar qilish haqida qisqacha ma'lumot beraman. Kanalga obuna bo'lishni va videolarga like bosishni esdan chiqarmang.